Odamlar nima uchun uy qurishdan qo'rqishadi? Xo'p, hozirgi holatda uy qurishdan qo'rqadiganlar juda kam. Endi mana 2 yildan beri ijtimoiy tarmoqda videolar faoliyat olib boryapmiz. Qanaqa qurish kerak, nimadan boshlash kerak, hammasini aytib men o'zim tushuntirib beryapman, lekin baribir ham imoratda katta kichikligini ahamiyati yo'q. Shu qurishdan odamlar haqiqatda hayiqyapti. Men o'zim domda yashayapman, lekin niyatim bor. Uchastka qilishga nimadan boshlashni bilmayapti. Buni eng asosiy sababi nima bo'lyaptiki, ba'zi holatlarda men boshqa prorablarga yoki boshqa quruvchilarga umuman usta zotiga hech qanaqa husumatim yo'q, lekin uyi egasi boringki, yana bitta prorab bilan yuzlashyapti-da, men uchastka qurmoqchiman. Falon joyda yerim bor, loyiha qilish kerak, qurish kerak. Bo'ldi, u prorab maqsad nima bo'lyapti? Maqsad o'sha xonadon egasidan ko'proq pul olish bo'lib qolyapti. Buni to'g'ri qabul qilishlarini men xohlagan bo'lardim. Endi u yer olgan odam uchastka qurishdan oldin nima demoqchi? Men qanaqa qursam bo'ladi, nima qursam bo'ladi desa bo'ldi. Voy, aka, mana bunaqa muammo bo'ladi, ertaga qo'shnini uyidan olib qochish kerak bo'ladi, podvolingiz bo'lsa, yeringiz yumshoq chiqadigan bo'lsa, katlamanni to'liq qaza olmaymiz, ruchnoy bo'ladi. Xullas, har xil vajlar bilan imoratni qurmoqchi bo'lgan odamni niyatidan qaytarib qo'yishyapti. Oddiy misol. Mana shu xonadonga ham kelganmizda, xudo xolasa 3 kun 4 kun bo'ldi boshlaganimizga, hozir katlamanni qazib olamiz, ya'ni xonadonni o'zi ikkiga bo'lingan, etek tarafda ham oldi tarafda imorati bor va kichkina podvolchasi bor. Endi mana bunaqa holat bo'lyapti bu yerda. Men buni ham addiy sizlarga ta'kidlab o'tib ketaman. Men imoratni loyihasini qilganimdan keyin yoki loyihasini uy egasi taqdim qilib bergandan keyin men o'sha loyihaga asoslangan holatda tajribamga suyanib shu imoratga necha pul ketishini hisoblab beraman. Taxminan armaturasi, betoni, usta haqqisi, prorab xizmati necha pul bo'lishini. Deylik 10 mingga bitish kerak mana shu xonadon. Lekin men bu 10 mingni loyihaga asoslangan loyihani o'qib turib, men necha pul ketishini hisoblaganman. Ya'ni bu yerda ertaga smetchik ham hisoblayotganda xuddi shuni hisoblaydi. Lekin mana bugun biz katlaman qazishni boshlaganimizdan keyin suv juda ham yaqin masofada bo'lganligi uchun grunt suvlari joyimizda loyli chiqdi. Ya'ni juda ham o'ta shirali, salkam suv aralash loy chiqdi. Endi bu yerda qanaqa bo'ladi? Men loyihani qo'limga olganimdan keyin loyihani podushkasini lentishni chiziladi. Lentishni hisoblaganman. Bu yerda bizda уже avtomat tarzda lentishli podushkadan biza etapma-etap o'zini monolitni podushka qo'yadigan jarayon mana hosil bo'ldi bu yerda. Endi uy egasiga, "Oka, bu yerda lentishli podushka berilgan, lekin sizni katlamangizni qazganimizdan keyin gruntimiz o'ta yumshoq yoki qumli yoki loyli chiqqanligi uchun biza monolitli podushka qo'yishga majbur bo'lamiz" deb aytiladi bu albatta. Va bu o'z-o'zidan shunday bo'ladiki, xarajat 2-3 barobar ko'tariladi. Ya'ni podushkaga ketadigan xarajat. Endi buni xonadon egasiga to'g'ri tushuntirishni bilgan odam va "Oka, men loyihangizni hisoblab beraman, lekin ertaga meni nima kutayotganini bilmayman, qolgan jarayonlar hammasi o'sha joyda hal bo'ladi" demasdan turib, mana shu jarayonlarni vaj qilib uy egasini bo'yniga yuklab tashlashyoapti-da. Uy egasi, "Oh, meni ertaga mana bu qo'shnidan muammo, ana qo'shnidan muammo, Mametdan muammo kutayotgan ekan. Endi qanaqa nima qilay deb hafsalasi pir bo'lib tashlab qo'yadi." Yo'q, to'g'ri, siz quryapsiz, har bitta oddiy misol, boshqa soha vakillari bo'lsa ham yoki bozorga borganingizda ham siz taxminan misol uchun 1 million so'm olasiz, mashinga bozor qilaman deysiz, lekin uyga kelganingizda siz 1 million 300 ming yoki boringki 1,5 million sarf xarajat qilgan bo'lasiz. Ya'ni zazorini olib qo'yish kerak. Xonadon qurayotganingizda ham misol uchun 10 mingga uchastkani korobkasini bitiraman deysiz, lekin 2 ming yana zazor olib qo'ying. Mana shunaqa holatlarga kerak bo'ladi. Buni lekin mana hozir xonadon egasi kelgandan keyin biz tushuntirib beramiz. Mana bunaqa holatda bo'lgan aka, endi biz mana bunaqa holatda imoratingizni ko'taramiz. O'shaning uchun sizni imoratga ketadigan sarf xarajatingiz ozgina oshadi deb aytiladi. Bu endi joyida ko'rsatiladi. Lekin deylik, sizga loyiha keldi yoki loyihani o'zini qildingiz, xonadon egasi "Men uy qurmoqchiman" dedi. Siz buni unga sekin tushuntiring. "Aka, sizda loyihada mana bunaqa ekan. Men loyihani shunga asoslangan holda quraman. Lekin ertaga biz jarayonni boshlaganimizdan keyin qo'shnining podvoli bo'lmasa, ozgina qochirib qazishga to'g'ri keladigan yoki bo'lmasa gruntingiz yumshoq chiqadigan bo'lsa, sizda avtomat tarzda o'sha monolitli podushka qo'yishimiz kerak bo'ladi" degan vajni sekin tushuntirib berishga harakat qiling. U odam uyiga borib uni hazm qilsin. To'g'ri, hozir menimcha ketadi deb unga aytib qo'yib, ertaga mana bunaqa narsalar kutyapti desangiz, u qochib ketadi ertaga. Shu bilan orzuligi chiqib ketadi. U uyga borib shu narsani hazm qiladi. Haqiqatda o'ziga ishongan professional prorab ekan, menga loyihamni hisoblab berdi, lekin ertaga buni jarayonni boshlasam,
mana nima kutayotganini to'g'ri yo'l bilan, to'g'ri yo'nalish bilan tushuntirib berdi. Ana uni hazm qilgandan keyin ertaga albatta sizga o'sha xonadon egasi aloqaga chiqadi. Bo'ldi, men tayyorman, bu yog'i peshina ekan. To'g'ri. Yonimdagi qo'shnini podvoli yo'qmi, qochirib qazamiz. Men rasxotiga tayyorman. Gruntimiz yumshoq chiqdimi, loyli chiqdimi yoki qumli chiqdimi, bo'ldi, monolitniy podushkami, etap qilinadimi, men unisiga tayyorman deb o'zi keladi. Bir pasda hali qurilishida loyihasi bor, na yeri bor, na hech narsasi yo'q. Bir pasda hamma vaji bo'yliga yuklab tashlagandan keyin o'sha prorabam bo'ldi, ana odam qochib ketadi, hech qachon uchastka qurmaydi, o'zini uchastkasi bo'lsa o'sha yerda yoki domi bo'lsa tinchgina domimda yashayman deb, hamma muammodan forig' bo'lar ekanman deb bo'ldi, qurilmaydi. Lekin bunaqada ruschalab aytganda podxod deydi. Mana shu podxodda xonadon egasi, ya'ni uchastka qurdirmoqchi bo'lgan odamga to'g'ri yo'lda, to'g'ri yo'nalishda tushuntirib berishga harakat qilish kerak. Men har doim shunaqa qilaman. Endi hozirgi kunda bizda ham muammolar bo'lyapti. Buni albatta aytib o'tishim kerak. Sababi men har doim imoratda loyihasini o'zimiz qilganimizda yoki bo'lmasam xonadon egasi taqdim qilib berganda, men har doim mana shu loyihani chizmadagi sarf xarajatini hisoblayman. Lekin ertaga mana nima kutayotganini joyida hal bo'ladi deb aytaman. Lekin shunaqa bo'lgan taqdirda ham hozir ba'zi vaziyatlar bo'lyapti shunaqangi, sen menga aytmagansan yoki misol uchun haqqidan yegansan degan har xil mana shunaqa tushunmovchilik kelib chiqyapti. Shuning uchun men yana bir marta sizlarga aytaman. Loyihaga asoslangan holda imoratlarning qurilishini narxini loyihaga qarab hisoblanadi. Po faktu kelganda u narxi albatta o'zgaradi. Ya'ni material o'zgaradi, narxi qilinadigan jarayon o'zgaradi. Bu o'sha avtomat tarzda materialga alohida pul, qo'shimcha materiallarga, qo'shimcha ishlar qilinganligi uchun o'sha quruvchi brigadaga alohida pul beriladi baribir va o'sha puldan imoratni себестоимостьga o'tirganda, ya'ni tan narxiga o'tirganda, u tan narxidan prorab ham o'zini foizini olganda, u foizdan ko'tarilish ehtimoli juda katta bo'ladi. Shuning uchun men sizlarga nima demoqchiman? Avvalo har doim aytadigan gapim, yaxshi kunda yaxshi imorat qurish hammamizga nasib qilsin. Lekin imorat qurmoqchimisiz, hech narsadan qo'rqmang. Bitta qiladigan ishingiz, yaxshi mutaxassis arxitektorni topasiz, yaxshi prorabni topasiz. Ana u sizga ketma-ketlikda ertaga mazza qilib yashashingiz uchun o'sha imoratga ketadigan sarf xarajatni ham, sizni nima kutayotganligini ham o'zini tajribasidan kelib chiqqan holda odamga o'xshab, qo'pol bo'lsa ham aytaman, odamga o'xshab sizga tushuntirib beradi uchastkani korobkasi qanaqa qurilishini. O'shaning uchun ham hech qachon imorat qurishdan qo'rqmang. Umuman nima ish qilishingizdan qat'iy nazar, yagona Allohga tavakkal deb boshlang, bo'ldi, hammasi cho'tki bo'ladi. Har doim aytgan gapim, yaxshi kunda yaxshi imorat qurish hammamizga nasib qilsin. Salomat bo'linglar.